Hurmatli ustozlar, matematika fanidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Mavzumiz takrorlash mavzusi. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni takrorlaymiz. Yondosh mavzu O'zbekiston Respublikasi. Bugungi darsimizdagi kalit so'zlarimiz ikki xonali sonlar, amallarning hadlari, amallarning xossalari tushunchalaridan foydalanamiz. Birinchi misolimizni og'zaki bajaramiz. Birinchi misolimizni hisoblaymiz. Birinchi misolni hisoblaymiz. Demak, birinchi misolimiz javobi 90 bilan 60 ning yig'indisi 150 ga teng. 150 yozamiz. Ikkinchi ifodamizni qiymatini topamiz. 70 bilan 50 ning yig'indisi 70 bilan 50 ning yig'indisi 120 ga teng. 120. Keyingisi 80 bilan 30 ning yig'indisi 110 ga teng. 110. 80 bilan 90 ning yig'indisi 170 ga teng. 170. Navbatdagisi 140 bilan 70 ning ayirmasi 70 ga teng. 130 bilan 40 ning ayirmasi 90 ga teng. 150 bilan 80 ning ayirmasi 70 ga teng. 130 bilan 70 ning ayirmasi 60 ga teng. Mana birinchi ifodaning qiymatini topib oldik. Navbat ikkinchi misolimizga. Ikkinchi misolimiz ustun ko'rinishida bajariladi. Yozma bajaramiz ikkinchi misolimizni. Yigirma 28 bilan 35 ning yig'indisi o'quvchilarga birliklar xonasiga birliklar, o'nliklar xonasiga o'nliklar qo'shish kerakligini takrorlashda eslatib o'tamiz. 8 birlikka 5 birlikni qo'shamiz. 13 birlik bo'ladi. 13 birlikni 3 birligini yozamiz. 1 o'nligini yodimizda saqlab qolamiz. 3 o'nlikka 2 o'nlikni qo'shamiz, 5 o'nlik. Bitta yodimizdagi o'nligimiz bilan 6 ta o'nlik. Javobimiz 63 bo'ladi. Ayirishda ham xuddi shunday. 42 bilan 19 ni ayirganda 2 birlikdan 9 birlikni ayira olmaymiz. Bitta o'nliklar xonasidan bitta qarz olamiz. 12 ta birlikdan endi 9 ta birlikni ayirsak, qoladi bizda 3 birlik. Birliklar xonasiga yozamiz. O'nliklar xonasida bitta qarz olgandik, joyida 3 ta o'nlik qoldi. 3 ta o'nlikdan bitta o'nlikni ayirsak, 2 ta o'nlik qoladi. Javobimiz 23. Xuddi shu tartibda keyingi ifodalarni ham qiymatini topamiz. 54 ga 39 ni qo'shamiz. 4 ga 9 ni qo'shsak 13, 3 ni yozamiz bir yodimizda. 5 ga 3 ni qo'shsak 8 yodimizdagi bilan 9, javobimiz 93. 67 dan 8 ni ayirganimizda 7 dan 8 ni ayira olmaymiz. Bitta qarz olib beramiz. 17 dan 8 ni ayirsak 9, birliklar xonasiga yozamiz. 6 ta o'nlikni joyida 5 ta o'nlik qoldi. Javobimiz 59. 49 ga 4 ni qo'shganimizda 9 ta birlikka 4 ta birlikni qo'shamiz. 13 bo'ladi. 13 ni 3 ni birliklar xonasiga yozamiz. 3 birligini. Bitta o'nlik yodimizda, 4 ta o'nlikka bitta yodimizdagi o'nlikni qo'shamiz. 5 ta o'nlik bo'ladi. Javobimiz 53. 71 dan 26 ni ayiramiz. 1 dan 6 ni ayira olmaymiz. Qarz olib beramiz. 11 dan 6 ni ayirsak 5. 7 dan 2 ni 7 ni joyida o'nliklar xonasida 6 ta o'nlik qoldi. 6 ta o'nlikdan 2 ta o'nlikni ayirsak 4 ta o'nlik qoladi. Yozamiz. Javobimiz 45. Navbatda qoida berilgan. Qoidamizga e'tiborimizni qaratamiz. Sonlarni xonalari bo'yicha qo'shish kerak. Agar xonadagi raqamlar yig'indisi 10 dan katta bo'lsa, bu xonada yig'indining birliklari qoldiriladi. O'nliklar esa keyingi xonaga qo'shiladi. Xuddi hozir ustun shaklda qo'shganimizda birliklar xonasiga birliklar, o'nliklar xonasiga o'nliklar qo'shiladi yoki ayirishda ham shunday. Birliklar xonasidan birliklar, o'nliklar xonasidan o'nliklar ayriladi. Qoidani ham o'quvchilarga bir eslatib o'tamiz. Navbatda 3-misolimiz tenglama berilgan. Tenglamani yechib, jadvalda tenglamalarning ildizlariga mos keladigan harflarni toping. Toshkent shahri qadimda qanday atalgan, deyapti. Demak, tenglamani yechamiz. Birinchi tenglamaga e'tiborimizni qaratamiz. X qo'shilgan 46
teng 100 ayrilgan 18. Tenglamamizni sodda tenglamaga keltirib olamiz. Buning uchun 100 dan birinchi 18 ni ayirib olamiz. 100 dan 18 ni ayirsak 82. Sodda tenglamaga aylantiramiz. X qo'shilgan 46 teng 82. Mana sodda tenglamaga aylandi. Endi x ni topamiz. X ni topishimiz uchun x teng 82 dan bu yerda noma'lum qo'shiluvchi noma'lum ximiz 82 dan ayiramiz. Noma'lum qo'shiluvchini topish uchun yig'indidan ma'lum qo'shiluvchini ayiramiz. 46 ni. X'imiz teng ekan. 82 dan 46 ni ayirsak, 2 dan 6 ni ayira olmaymiz, qarz olib beramiz. 12 dan 6 ni ayiramiz. 6 birliklar xonasiga yoziladi. 8 joyida 3 qoldi, 7 qoldi. 7 dan 4 ni ayirsak 3, javobimiz 36. X'imiz teng ekan 36. Birinchi tenglamamiz. Demak, mana bu yerga yozib qo'yamiz. Bizga x'imiz 36 ildizimiz qaysi harfga to'g'ri kelar ekan? 36 ildizimiz sh ga, birinchisiga sh harfini yozamiz. Ikkinchi tenglamamizni yechamiz. Y. Buni ham sodda tenglamaga aylantirib olamiz. 52 dan 48 ni 12 ni ayirsak 38 bo'ladi. 38 ga teng ekan. Sodda tenglamaga aylantiramiz. Endi mana bu yerdan yechaylik. Y ayiruv 25 teng 38. Kamayuvchi noma'lum bu yerda y'imiz kamayuvchini topish uchun ayriluvchiga ayirmani qo'shamiz. Y'ni topish uchun teng 38 ga qo'shamiz 25 ni. Y'imiz teng ekan 38 ga 25. Birliklar xonasiga birliklar xonasini qo'shamiz. 8 ga 3 ni qo'shsak 13, bir yodimizda. 2 ga 3 ni qo'shsak 5, yodimizdagi 6, 63 chiqdi. 63imiz qaysi harfga to'g'ri kelyapti? O harfiga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi so'zimiz O harfini yozamiz. Uchinchi tenglamamizni yechamiz. 81 ayrilgan z teng 100 ayrilgan 55. Buni ham sodda tenglamaga aylantirib olamiz. 100 dan 55 ni ayirsak 45 qoladi. Mana bu yerga 45 deb yozamiz. 45. Endi sodda tenglamaga aylandi. 81 ayrilgan z teng 45. Bu yerda ayriluvchi noma'lum, kamayuvchi noma'lum ayriluvchini topish uchun kamayuvchidan ayirmani ayiramiz. Z teng 81 ayrilgan 45. Z'imiz teng ekan 36 ga. Demak, 36 ga qaysi harf? Sh harfi to'g'ri kelyapti. Hosil bo'lgan so'zimiz shosh so'zi hosil bo'ldi. Demak, Toshkent shahrining qadimda qanday atalgan ekan? Shosh deb atalgan ekan. 4-misolga e'tiborimizni qaratamiz. 3 va 4 raqamlaridan tashkil topgan ikki xonali sonlar yig'indisini toping. Demak, 3 va 4 raqamlaridan 34 soni hosil bo'ladi. Yig'indisini toping degan uchun qo'shamiz hamda 43 sonlari hosil bo'ladi. Ikkalasining yig'indisi esa 77 ga teng. Navbatdagi misolga e'tiborimizni qaratamiz. 5-misolimiz yozma bajariladi. Masalani yeching. Toshkent va Peterburg nomdor shaharlar, ularning nomi tosh shahar degan ma'noni anglatadi. Toshkent 22-asrda, 22 asrdan, Peterburg esa 3 asrdan beri mavjud. Qaysi shahar qadimiyroq, qancha oldin tashkil topgan deyapti. Demak, Toshkent shahri 22 asrdan beri bor ekan. 22 asr oldin bunyod etilgan ekan. Peterburg esa 3 asr oldin bunyod etilgan ekan. O'z-o'zidan ma'lumki, Toshkent qadimiyroq ekan. Endi Toshkent Peterburgdan qancha qadimiyligini topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz nima qilamiz? 22 dan ayiramiz 3 ni. Teng 19. 19 asr qadimiy ekan Toshkent shahrimiz Peterburgdan. Navbatdagi misolga e'tiborimizni qaratamiz. 6-misolimiz yozma bajariladi. Qulay usulda yeching deyapti. Ikki
xonali javoblarni kamayish tartibida qo'yib chiqib, O'zbekiston daryolari bo'yida joylashgan chakalakzor qanday atalishini nomini topishimiz kerak. Demak, birinchi qulay usulda ifodalarni yechib olamiz. Qulay usulda bajarishimiz uchun bizga 23 ga 17 ni qo'shib olamiz. 40, 40 ga 49 ni qo'shamiz. 89. Buni og'zaki hisoblasa ham bo'ladi o'quvchilar. Ikkinchi ifodani qulay usulda hisoblashimiz uchun biz 14 ga 16 ni qo'shib olamiz. Birinchi qo'shib olamiz. 30 chiqadi. 100 dan 30 ni ayiramiz. Ifodaning qiymati 70 ga teng ekan. Bu qulay usul. 100 dan 14 ni ayirib, keyin 16 ni ayirsak ham 70 chiqadi. Bizga qulay usulda bajaring degani uchun 114 ni 16 ga qo'shib oldik. Birinchi bitta qilib ayiryapmiz. Alohida ayirmasdan bitta qilib ayiryapmiz. Navbatdagi ifodaga qaraymiz. 19 ayrilgan 34 ayrilgan 14. Demak, qulay usulda bajarish uchun biz 34 dan 14 ni ayirib olamiz. 20 chiqadi. 19 ga 20 ni qo'shsak 19 ga 20 ni qo'shsak 39 ifodaning qiymati. Navbatdagi 58 qo'shilgan 66 qo'shilgan 34. Qulay usulda bajarish uchun dastlab 66 ga 34 ni qo'shib olamiz. 100. 100 ga 58 ni qo'shsak 158 ifodaning qiymati. 158. Navbatdagi ifoda 82 dan ayiramiz 15 ni va ayiramiz 25 ni. Qulay usulda bajarish uchun biz 15 ga 25 ni qo'shib olamiz. Birinchi 40 chiqadi qarsini ichidan. 82 dan 40 ni ayirsak 42 qoladi ifodaning qiymati. Navbatdagi ifodani qulay usulda bajarish uchun 82 qo'shilgan 17 ayrilgan 38. Bu yerda qulay usulda 48 dan 38 ni ayirib olamiz birinchi. 48 dan mana bu 48 dan 38 ni ayirib olamiz. 18 qoladi. Va 48 dan 38 ni ayirsak, 10 qoladi. 17 ga 10 ni qo'shsak 27 ifodaning qiymati. 27. Ana endi bizga aytyapti ikki xonali sonlarni kamayish tartibida joylashtirib chiqing. Ikki xonali sonlarimiz birinchi 89. Faqat ikki xonali sonni olamiz. Kamayish tartibida joylashtirish uchun eng kattasidan boshlaymiz. T birinchi. Ikkinchisi bu yerda 70, O ikkinchisi harfimiz. 70 dan kichkinasi 42, Q harfimiz uchinchisi. 42 dan keyin 39, A harfimiz 4-chi joylashadi. 27 eng kichkina sonimiz kamayish tartibida joylashtiryapmiz. To'qay so'zi hosil bo'ldi. Demak, ikki xonali javoblarni kamayish tartibida joylashtirganimizda O'zbekiston daryolari bo'yida joylashgan chakalakzorlar to'qay deb atalar ekan. Navbatdagi 7-misolimiz og'zaki. O'zbekiston tabiati qanday geografik zonalardan tashkil topganini aniqlang. Qaysi zona maydoni bo'yicha eng katta, qaysi biri eng kichik deyapti. Bu yerda doiraviy diagramma berilgan. Diagrammada O'zbekistonning tabiatini geografik zonalarga bo'lib chiqqan cho'l va dasht zonalari sariq rangda belgilangan. Eng kattasi cho'l va dasht zonalari ekan. Va bizdan eng kattasi hamda eng kichigini so'rayapti. Eng kichigi havorang rangdagi suv havzalari tashkil etar ekan. Eng kattasi cho'l zonasi, eng kichkinasi esa mana bu suv havzalari tashkil etar ekan. Navbatdagi ifodamizga, misolimizga qaraymiz. 8-misol. O'zbekiston Respublikasi umumiy maydoni qancha? Buni hisoblang deyapti. Buni hisoblaymiz. Demak, umumiy har bir hududni O'zbekiston Respublikasi hududidagi maydonlarning yuzi berilgan. Kilometr kvadratda biz dastlab adashib, chalg'ib ketmasligimiz uchun birinchi 3 xonali sonlarni qo'shishdan boshlaymiz. 166 ming kilometr kvadratga 111 ming kilometr kvadratni qo'shamiz. 166 mingga 166 mingga qo'shamiz. 111 mingni 7 2 277 ming kilometr kvadrat ekan.
Endi biz qilamiz ikki xonali sonlarni bir-biriga qo'shib chiqamiz. Ikki xonali sonlarimiz 15. Qo'shamiz, navbat bilan adashib ketmasligimiz uchun 21. Qo'shamiz 16. Qo'shamiz yana 21. Qo'shamiz 28 va qo'shamiz 39. 39. Hammasini qo'shib chiqamiz. Birliklar xonasida qo'shsak 12, 13. 13 ga 8, 21, 30. Nolini yozamiz 3 dilda. O'nliklar xonasini qo'shamiz. 4, 6, 8. 4, 6, 8, 11, 3 yodimizdagi bilan 14. 140 ming kvadrat kilometr chiqdi. Endi navbatda 4 xonali, 1 xonali sonlarni qo'shib chiqamiz. 5 bir xonali sonimiz. Qo'shamiz 4. Qo'shamiz 7. Qo'shamiz yana 6. Teng qolmadimi? 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5, 8 qolib ketibdi. 8. Mana bu yerda 8 kilometrimiz bor ekan, qolib ketibdi. Hammasini qo'shib chiqsak 17, 25, 30 bo'ldi. Adashmasam 9, 17, 9, 17, 24, 30. Endi uchalasini qo'shamiz. 277 ga 140 ni 277 ga qo'shamiz 140 va qo'shamiz 30. Birliklar xonasini qo'shamiz 7. Birliklar xonasini qo'shamiz 7. O'nliklar xonasini qo'shamiz 14 bir dilda. Va yuzliklar xonasini qo'shamiz 4. 447 ming kvadrat kilometr ekan O'zbekiston Respublikasining maydonining umumiy hajmi 147 ming kvadrat kilometr. Uyga vazifa 9-misol hamda 10-misollar beriladi. Qulay usulda hisoblab O'zbekiston hududi qadimda qanday atalganini aniqlang deyapti. Demak, hisoblab chiqamiz qulay usulda. Birinchi ifodani qiymatini qulay usulda hisoblash uchun 83 dan 13 ni ayiramiz 70, 70 ga 27 ni qo'shamiz 97. Birinchi ifodamiz qiymati 97. Shu yerda harflarni joylashtirib ketamiz. 97 ga O harfini joylashtiramiz. Ikkinchi ifodamiz qulay usulda hisoblaymiz. 19 dan 9 ni ayiramiz 10, 45 ga 10 ni qo'shsak 55. 55 ga V harfini joylashtiramiz. Keyingisi qulay usulda hisoblaymiz. 22 ga 18 ni qo'shamiz 40, 40 ga 39 ni qo'shamiz 79. 79 ga A harfini joylashtiramiz. A harfini. Navbatdagi 80 dan ayiramiz 15 ni va ayiramiz 15 ni. Qulay usulda hisoblash uchun 15 ga 15 ni qo'shib olamiz 30, 80 dan 30 ni ayirsak 50. 50. 50 ga U harfini joylashtiramiz. U. Navbatdagi 36 ayrilgan 16 qo'shilgan 9 qarsi ichida. Demak, qulay usulda bajarish uchun birinchi 36 dan 16 ni ayirib olamiz. 20, 20 ga 9 ni qo'shsak 29. Uzr. 20 dan 9 ni ayiramiz 11. 11 ga M harfi. Navbatdagi 13 qo'shilgan 46 qo'shilgan 14. Qulay usulda bajarish uchun 46 ga 14 ni qo'shib olamiz 60, 60 ga 13 ni qo'shsak 73. 73 ga N harfi. 73 ga N. N. Navbatdagi qulay usulda bajarish uchun 25 dan 15 ni ayirib olamiz. 10 qoladi. 58 ga 10 ni qo'shsak 68. 68. 68 ga R harfi. R.
Uzr, mana shu r ni yaxshilab yozamiz. R harfi. Navbatdagi qulay usulda bajaramiz. 27 ga 13 ni qo'shib olamiz. 40, 100 dan 40 ni ayirsak 60. 60 ga H harfi. 79 ga yana A harfi mana bu yerga. 68 ga R harfi va 97 ga O harfi. Hosil bo'lgan so'zimiz Mavarun Nahr so'zi hosil bo'ldi. Mavarun Nahr. Navbatdagi tenglamani yeching deyapti. Birinchi tenglama sodda tenglamaga aylantirib olamiz. 9 bilan 9 ni ko'paytiramiz. 81. Mana sodda tenglamaga aylandi. X qo'shilgan 78 teng 81. X ni topish uchun X teng 81 dan ayiramiz 78 ni. 81 dan 78 ni ayirsak X'imiz teng ekan 3 ga. Ikkinchi tenglamamizni yechamiz. Mana bu 78 7 ni 8 ga ko'paytirib olamiz. 56. Endi y ni topish uchun y ayrilgan 43 teng 56 sodda tenglamaga aylandi. Y ni topishimiz uchun y teng 56 dan 56 ga qo'shamiz 43 ni. Y teng ekan 99 ga. Navbatdagi tenglamamizni yechamiz. Buni ham sodda tenglamaga aylantirib olamiz. 8 ni 9 ga ko'paytirib olamiz. 8 ni 9 ga ko'paytirsak 72. Mana sodda tenglamaga aylandi. 57 qo'shilgan t teng 72. T ni topish uchun 72 dan 52 ni ayiramiz. T teng 72 ayrilgan 57. 57. T ni topamiz. 72 dan 57 ni ayirsak 2 dan 7 ni ayiramiz. Qarz olib beramiz. 12 dan 7 ni ayirsak 5. 7 ni joyida 6 qoldi. 6 dan 5 ni ayirsak 1. T teng ekan 15 ga. Keyingi tenglamani ham sodda tenglamaga aylantiramiz. 71 ayrilgan z teng 7 ni 6 ga ko'paytiramiz 42. Mana sodda tenglamaga aylandi. Z ni topamiz. Z ni topish uchun 71 dan 42 ni ayiramiz. 71 ayrilgan 42. Endi z ni topamiz. 71 dan 42 ni ayirsak z teng ekan. Qabrz olib beramiz. 11 dan 2 ni ayirsak 9. Birliklar xonasiga yozamiz. 7 joyida 6 qoldi. 6 dan 4 ni ayirsak 2. Z teng ekan 29 ga. Bu uyga vazifa edi.